Sizlar yetim Faxt qissasini bilasizlarmi? Debdilar endi. Faxt bu qoplon degan. Bir bolaning ismi ekan. Faxt. Bu bola otasi o'lib, onasi boshqaga turmushga chiqib ketib, yetim qolgan ekanda va o'sha Saudiya sahrosida bir badjahl zolim odamni xizmatini qilar ekan. Qo'ylarni boqar ekan. Va ertalabdan kechgacha qilgan o'sha uydagi ishlariga, qo'yni boqqaniga bir hovut chigirtka berar ekan. Sahrodagi arablar chigirtka yer ekanda. Bir hovut chigirtka berar ekan. Bir kuni ishlaganiga bir hovut chigirtka berar ekan. Uni o'shani yer ekan, yana ertasi kuni ishlar ekan, yana bir hovut chigirtka berar ekan. Bir kun endi bolada ko'proq chigirtka yeb qo'yibdi-da. Ko'proq chigirtka yeb qo'ysa, boyagi odam bilib qolib, qattiq jazolabdi-da endi. Boshlarini toshlarga uribdi. Boshini oyog'ini tagiga olib ezg'ilabdi. Qattiq nima qilibdi endi? Iskanja. Endi bola kechqurun yotibdi. Yoshi 6 da. Masalan men buni eshitganimda o'yladim, masalan, bizni ham yoshligimizda jazolashgan, to'g'rimi? Sizni ham jazolashgan. Hammamizni ota-onalarimizning jahlini chiqarganimizda tarsak urishadi, yo turtib qo'yishadi, yo bir qattiq gapirishadi. Shunga dunyo ko'zimizga qorong'i ko'rinib ketadi. Aybdor o'zimiz bo'lsak ham. Endi u bolani ahvolini qarang. Hech kimi yo'q. Bir katta odamdan ko'proq ovqat chigirtka yeb qo'ygani uchun bir zulm ko'rdi. Va tunda sahroda yolg'iz boshini silaydigan, ovutadigan 6 yoshli bolada u. Hech kim yo'q. Juda nima qiladi? Ko'p ezilatdi endi. Va bir juda xavfli plan reja tuzadi. Ya'ni qochish rejasini tuzadi. 6 yoshli bola uchun bu juda katta rejada endi. Qochish. Yoshi katta odam uchun nima bo'lishi mumkin? Ertalab turganda xo'jayini qo'ylarni bo'lib sug'orishar ekan endi. Bo'lib sug'or deb buyruq berganda, qo'ylarni hammasini birdan suvga haydab o'zi qochadi. Qochaveradi. Orqasiga qarab qo'yadi, quvib kelmayaptimikin deb. Sahroda hech kim yo'q, kimsasiz. Kechgacha qochadi. Tutib olmasin deb. Holdan toyib bir daraxtning tagida qorong'i tushgan paytda to'xtaydi, orqasiga qaraydi, hech kim kelmayapti. Bir o'zi yosh, murg'akda endi hali. Bo'rilar bo'lishi mumkin sahroda, har xil narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni atrof ochiq xavfda hamma tomondan. G'ujanak bo'lib, onasining qornida qanday yotgan bo'lsa, daraxt tagidan shunday yotib, orqadan qutuldi. Oldida uni nimalar kutyapti?